Yoshlar. Boyagilar kattalar edi. Fotoga. Fotoga. Gapiravering. Групповая гонка скретч 30 кругов с одним финишем. В случае падения поломки дается 5 нейтральных кругов. Гонщику или гонщикам. Соблюдайте прямолинейность, разговоры в группе запрещены. Гонщики готовы? Можно начинать движение. Собрались в компактную группу. Старт будет дан сходу. Старт дан. Nechta kruggacha aniq chiqarib yormaydi-ya, 3 tagachami? Hozir 28 ta, 30 ta krug uchyapti, общий. O'zinglarning taassurotlaringlarni aytinglar mana. Diyor, Внимание, участие представительниц Rustam, команд. taassurotlar. Юниоры, юниорки Qaramasga и qaraganda ancha yaxshi. женщины. 27 qoldi. 27 qoldi. Bu ana emas ekan, bu emas ekan, bu yutqizgan. Hozir kamera ortida Rustam aytdiki, o'zim qatnashsam yutaman dedi. Keyingisini qo'shoramiz. Ha, shunda ketaman-da, ana oxirida. Oxirdan bitta oldini o'rni olaman dedi. Kamera ortidan Diyor aytdiki, ikkinchi o'rin olardim shularning ichida, bemalol. Ha. Maqtanish. Fotoga gapirishdingizmi, nimadir dedi boya? Kamera ortidanmi? Ha, ana. Bu fotoga ham aytdilarki, agar dedi 5-6 yosh Юниорки yoshroq кто bo'lganimda второй гонки. o'zim yutardim, shu bu poygani deyaptilar. Maqtanish emas u. Men lekin avvalambor qatnashmasdim. Chunki juda opasniy ekan, juda opasniy musobaqa. Yiqilsa, shilinib, yara ham anchagacha bitmas ekan. To'rga bo'linib ketdi. Ana yiqilishdi. Voy, yiqilib tushdi. Shuncha odam. Bittasi yomon bo'ldi. Aytdimi, 5 opasniy. кругов, 5 кругов у вас. Yomon yiqildi lekin. Bittasi yomon tushdi, ikkitasi. Yotibdi mana bolalar. Sirpandi, nima qildi? Uchga yomon. O'shaning uchun aytolman, juda opasniy vid sport-da bu. Oson tuyuladi-yu. Svetkov yiqildimi? Yo'q, bu yoshlar bu. Tak, ikkitasi turdi. Uchinchisi turdi, to'rtinchisi turdi. Beshinchisi ham turdi, hamma turdi shekilli. Lekin bittasi travma oldi-yu. Yo bitta yo ikkita odam travma oldi. Opasniy sport turi deyman-da bu. Poyga davom etmoqda. Lagutiniki Sergey, taniyman-ku bu kishini. Bu odam taniyman. Sergey Lagutin. Bizda ishlagan. Bu mana aka, bu ana katrekda, ana qasida bu. Uni yomon bo'ladi. Yo'lda bu usullar qo'yib ketdi. Orqasiga ketadi. To'g'ri yo'lga ketib.